Bugungi sanamiz 26-dekabr. 2025-yil ham Xudo xolasa tugab bormoqda. Assalomu alaykum do'stlar. Xudo xolasa bugun biz sizlarga pomidorlarimizni bir hafta davomida qilgan eng muhim ishlarimizni tanishtirib o'tirishlikni niyat qildik. Pomidorlarimiz umumiy ko'rinishi juda ham ajoyib holatda boryapti. Xudo xolasa havolarimiz bugun 26-dekabrda quyoshlar ham chiroyli chiqib, pomidorlarimizga xudo xolasa yaxshi ta'sir qildi. Buni esa ranglaridan bilsak bo'ladi. Ranglari nisbatan ancha ochroq edi. Quyosh chiqqandan keyin esa asta-sekin xudo xolasa to'qarib boryapti. Sizlardan bitta narsani iltimos qilmoqchiman do'stlar. Xudo xolasa 5000 ta obunachi bo'lishga juda ham yaqin qolibdi. Shuni bizga yangi sovg'a sifatida kim bizga obuna bo'lmagan bo'lsa bitta obuna bo'lib va bitta like bosib qo'yishlarini biz sizlardan iltimos qilardik. Bu esa biz qiladigan ishlarimizni motivatsiya bo'lib kuch beryapti va bizga 2026-yil uchun qorbo'y sovg'asi deb qabul qilamiz va sizlardan buni biz uchun sovg'a deb buni qabul qilardik va juda ham xursand bo'lardik. Like bosib obuna bo'lib qo'yishlarini biz iltimos qilib qolardik. Biz esa endi boshladik. Pomidorlarimiz umumiy ko'rinishi juda ham ajoyib holatda, rivojlanishi yaxshi, chunki 2 haftalik yomg'irli kunlardan asta-sekin xudo xolasa quyoshli kunlar boshlandi. Bu esa pomidorlarimizda sezildi. O'suv jarayonlari yaxshi deb o'ylayman. Ikkita barglarining orasi ham yaxshi o'sib boryapti. Hech qanday menimcha xom o'sishlar sezilgani yo'q. Pomidorimizda menimcha xom o'sish, ortiqcha namlik pomidorimizda sezilgani yo'q. Shu bir hafta davomida biz esa tagidan mana shunday uycha qilib ochib, atrofiga 250 grammdan birinchisiga kalsiy nitrat, magniy nitrat, temir, bor, yantarniy kislota qilib tagidan 250 grammdan quyib chiqdik. Bu esa pomidorlarimizda nitrat ozgina azot borligi pomidorlarimizda sezildi, bo'yiga nisbatan ozgina cho'zildi. Bu esa tabiiy cho'zilish, o'sib ketish o'sib ketilgani yo'q, xom o'sib ketish bo'lgani yo'q. Nitratli ozuqalarimiz ham yaxshi ta'sir qildi o'ylayman. Kalsiy o'z aslida juda ham pomidor uchun juda ham kerakli. Aynan liboy ekin uchun yoshlik davrida kalsiy bilasizlar, odamga suyakni baquvvat qilish uchun kalsiy kerak bo'ladi. Pomidori va ekinlar uchun ham o'zini tutib olish uchun va baquvvat bo'lish uchun kalsiy juda ham foydali va biz kalsiy berdik. Va 3-4 kun o'tkazib, bugun esa tagidan 100 grammdan rotor quyib chiqdim. O'zi rotor quyib chiqish niyatim yo'q edi. Taydagi namlari ancha ketib qolganini ko'rib, rotor quygim kelib qoldi va tagidan 100 grammdan rotor berdim. Bu rotor tomir kasalliklarini oldini oladi va tomir rivojlanishini yana ham tezlashtiradi. Bu issiq kunlarda xudo xolasa bergan rotorimiz yaxshi ta'sir qilib, tomirlari juda ham yaxshi otib, baquvvat otishligini niyatida rotor berdik. Bargidan 2 kun oldin gulshonalarini baquvvat qilish maqsadida EcoBor degan borga to'yingan ozuqamizdan bargidan 10 litrga 10 grammdan sepib chiqdim. Bu esa ham baklaridan sezildi, yaxshi effekt beryapti. Har 3 kun, 4 kunda, quyoshli kunda sevib chiqyapman, chunki sepgan dorimiz bargida kechgacha qolmash kerak. Agar qolib ketsa salbiy ta'sirlar qiladi. Shu maqsadda quyoshdan foydalangan holatda bargidan sevib chiqyapman. Xudo xolasa keyingi ozuqamiz bargidan berish Blunguard bo'ladi. Xudo xolasa Blunguard gulshonalarini baquvvat qilishga va tanasini yaxshi ajrab chiqishga yordam beradigan narsa. Bilasizlar, hozirgi kunda quyoshli kun juda ham kam, quyosh ham kam chiqyapti. Shuning uchun bunday gulshonalari yaxshi chiqmasligi mumkin. Shu sababli gul chiqishiga yordam berishimiz kerak. Gulshonalar arigliklari menimcha hozir yoshiga nisbatan yaxshi. Agar birinchi gullarini yaxshilab gullatib olsak, biz uchun juda bir ulug' ish qilgan bo'lardik. Havo berishga keladigan bo'lsak, havo berishga juda ham qattiq e'tibor beryapmiz. Hozir soatlarimiz 3 ga qarab ketyapti. Quyosh chiqqanligi uchun furchkalar hammasini ochib tashab, mana bu o'rta qismidagi salafanimni ochib tashagandim. Havolarni almashtirdik. Zo'r havo berishdan xudo xolasa muammo bo'lgani yo'q. Katta yo'limiz o'chgan. Shu holatda ham hozir mana ko'ramiz, issiqxonamiz gradusnik. Quyosh nim ta'til chiqib turibdi. 18 gradusda ekan hozir.
Xudo xolasa asta-sekin o't yoqishga ham tayyorgarlik ko'ramiz. Kechki paytlikka temperaturani juda ko'p so'rashyapti. Shuni aytib o'tish o'zimning esimdan chiqib qolyapti. Kechki paytlik 14-15 graduslik bo'lyapti. Kat yo'limizda 40 ga 45 ga qo'yganimizda. Xudo xolasa harakat qilamiz. Yana ham issiq tutishga. Prosta men bo'yiga o'sib ketmasin deb issiqlikni juda ham ushlaganim yo'q. Xomu bo'yiga o'sib ketib qolmasin degan maqsadda issiqlikni 15-16 ga olib chiqqanim yo'q. 14-15, eng pasti 12 mana shu o'ynab turibdi. Mana shu holatda kechki paytlik gradusimiz shu. Kunduzlik 20, mana shundan 18 bo'lyapti. Bu ko'chatlarimiz ekkanimizga 22 kun bo'pti. 4-dekabrda ekkanman, lekin 25 dan sanadim. 25-sanadan 5-dekabrdan hisoblasam bugungi kunga 22 kun bo'pti. 22 kunlik holati menimcha ancha yaxshi. Tanalari ham ancha baquvvatlashib qoldi. Barglarni ancha yoyib, chiroyli holatga kelib boryapti. Borgan sari bu esa bizni juda ham ko'zimizni quvontiryapti. Qilayotgan mehnatimizni samarasi desak bo'ladi. Mana shu tomirlar ochilib qolgan joylarini turpoq bilan to'ldirib qo'yapmiz. Xudo xolasa endi keyingi oziqamiz esa fosfori ko'p ozuqalarga qaratamiz. Xudo xolasa biz agronomimizdan so'radik. Agronomimiz bizga shunday maslahat berdiki, fosfori baland mana fosfat kaliy 52-34 dan va kaliy sulfat, magniy sulfat qilib berishlikni niyat qilib turibmiz. Xudo xolasa keyingi ozuqamiz shu fosfori baland kaliyli ozuqalardan foydalanamiz. Xudo xohlasa keyingi ozuqamizda endi tagidagi namini o'zi mo'ljalimda tagini bitta chopiq qilib keyin quyishlikni niyat qilib turibman. Xudo xolasa agar vaqtga qaraymiz, agar bitta chopiq qilib keyin quyamiz. Pomidorimizda mana shunday ozgina rivojlanishi orqada boshqacha pomidorlarimiz ham bor. Bu sababi nimadan bilmayman buni. Endi buni xudo xolasa vaqt o'tgan sari sekin asta bilamiz. Bilasizlar, tuprog'imiz tagida bizda poxolimiz bor. Poxolni shu tipli pol qilgan maqsadda qilganman. Bu esa bizga juda ham effekti yaxshi berdi deb o'ylayman. Chunki yerimizdagi zaklarni nisbatan kesib ushlab turibdi. Biz ortiqcha suv quyganimiz yo'q, lekin shu zaxni ushlab tomiriga nisbatan issiq berib turibdi. Bu esa menimcha pomidorlarimizda yaxshi effekt berdi deb o'ylayman. Chunki pomidorlarimiz rivojlanishda to'xtagani yo'q. Chunki yomg'irli kunlar, quyoshsiz kunlarda o'tkazdi. O'shanda ham xudo xolasa rivojlanish yaxshi bo'lyapti. O'zi alamina sorti nisbatan salqinda yaxshi bo'ladi. Uncha quyosh nuri bo'lmasa ham rivojlanadi deb bizga aytishgan. Shu aytgancha bor ekan. Sovuqqa ancha chidamli sort. Alamina sort. Mana shunday meni ko'zimga nisbatan nozik gulshonalarga o'xshab qolyapti. Balkim bu asta-sekin vaqt o'tishi bilan iriylashib ketsa kerak. Mana bunisini ham ko'rsak bo'ladi. Havoni yaxshi beryapmiz. Xudo xolasa endi shu birinchi gulini zo'r gullatib olsak, xudo xolasa bizda mo'ljalimizga yetgan bo'lardik. Keyin esa biz namini yana ham ketkizish maqsadida mana shu yurayotgan yo'llarimizni tinmay chopib chiqyapmiz. Mana hozir davom etyapti. Mana shunday tomir chiqyapti. Bu yer og'darsak ham menimcha baribir ekinga bir qandaydir foydasi bo'lib, bu yerdagi to'plangan gazlar va qandaydir namliklar ko'tarilib tomiriga issiq borsa, xudo xolasa zo'r bo'ladi degan maqsadda mana shunday chopib chiqyapmiz. Xudo xolasa bu polimizda mana shu yarmi bilan mana shu bitta qoldi. Xudo xolasa prosta chopib tashlaymiz. Yer juda ham yumshoq, chopishda qiyinchilik bo'lgani yo'q. U tomonga nisbatan u tomonda devor borligi sababli nisbatan quyosh nuri kam tushadi. Bu tomonimizda esa qula tarafimizda quyosh botar tarafimizga nisbatan quyosh ham ko'p tushganligi sababli bet ancha quruq. Pomidorlarda bu quyosh ko'p tushaydigani qanday sezilyapti desak, uncha juda sezilarli darajada farqi yo'q. Baquvvatligi ham bir xil, ketishlari, hamma rivojlanishlari yaxshi. Tomirlari ancha go'zal holatga kelib boryapti. Xudo xolasa rotorimizdan keyin tomirlarimiz yana ham zo'r rivojlanib ketadi. Pomidorlarimiz umumiy ko'rinishi menimcha yomon holat emas. O'z fikrlaringni qoldirsalang juda ham xursand bo'lardim.
Pomidorimiz eng oldilari mana shular desak bo'ladi. Mana bo'ylari baland. Lekin gulshonasi unchalik yo'q buniki. Mana bunisida bor ekan mana. Gulshona juda ham chiroyli o'sib chiqyapti. Eng oldilari desak bo'ladi mana shular. Mana uni bo'yi baland bo'lsa ham, lekin gulshonasi unchalik rivojlanmagan. Qolganlari ham shunaqa. Oldilari rivojlangan. Yana bitta quvonchli tomoni bor. Mana e'tibor bergan bo'lsangiz, bachkalari ko'rinib qoldi. Bu pomidori bodringni bachkalari bu ekin yaxshi rivojlanayotganini dalolati desak bemalol bo'ladi. Chunki bu kuchli agronomlar ham, bilimi kuchli agronomlar ham buni juda ham ko'p aytgan. Buni bemalol qo'rqmasdan aytsak bo'ladi. Pomidorlarimizda nisbatan bo'ylari mana o'suv nuqtasi mabetlari rivojlanyapti. Yaqinda yo'q edi, shuni xavotir olib turdim, lekin shu nitratli ozuqamizdan keyin nisbatan mana shu o'suv nuqtalari ancha rivojlanib qoldi. Ranglari menimcha yaxshi deb o'ylayman, barglarining turishlari. Endi bu yana bir maslahat qilamiz, qanday ozuqalar bo'lsa, yetishmaydigan bo'lsa beraveramiz. Do'stlar, bizni kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Bizni har bitta bosganlar biz uchun yangi yil uchun sovg'a deb qabul qilamiz. Biz juda ham xursand bo'lamiz. Bitta like, bitta obuna. Xudo xolasa 5000 tadan o'tib ketsak, yana ham shijoat bilan videolar qo'yib boraveramiz. Biz hech kimga aql o'rgatish niyatimiz yo'q. Faqat biz qiladigan ishlarimizni qo'yib boramiz, xolos. Bizni to'g'ri tushunasizlar. Bizda aql o'rgatyapti demaysizlar. Bir qo'yayotgan videolarimiz yoqsa like bosing, obuna bo'ling. Xudo xolasa buni yetilishlari, qanday mevaga kirishlari hammasini birga ko'rib boramiz. Xudo xolasa xursand bo'lib duo qilib qo'ysalaring zo'r bo'lardi, chunki agar buni shu qimmat payti chiqarib bozorga olib chiqib olsak, xudo xolasa juda ham zo'r bo'lardi. Juda ham ajoyib natijaga erishgan bo'lardik. Do'stlar, bizni kanalimizni kuzatib boring. Xudo xolasa bu hali boshlanishi. Xudo xolasa buni birgalikda bozorlarga olib chiqib birgalikda sotamiz.